Assalomu alaykum. Mana bugun 1-noyabr seshanba kuni ertalabdan Tanduri jamoasini siz aziz mijozlarimizga tayyorlagan mahsulotlarini obzorini qilmoqchimiz. To'g'ri kirganlar galosiyonlari hammasi bugun tayyorlangan. Sariq sabzilarimiz Kanadaniki. Tovuq go'shti, mol go'shti, qo'y go'shtlari to'liq assortimentda. Xohlagan joydan olib ketishingiz mumkin. Bu yerda mana pishiruvlarimiz bor. Har xil turdagi pishiriqlar. Bundan tashqari mana xamir mahsulotlari. Xamir mahsulotlaridan tvorogli bulochkalar, cheburek, paramach, jigarli pirojki, kartoshkali pirojki hamda somsalarimiz. 2 xil tandir somsamiz va 6 xil duxovka somsalarimiz bor. Qo'y go'shtli, mol go'shtli, tovuqli, kartoshkali, qovoqli hamda ko'k somsa. Bu Toshkent fatiri tandir nonlarimiz. Taomlarimiz bu yerda joylashgan. Xolodilnikda eng tepa qatorda suyuq ovqatlar, ikkinchi, uchinchi qatorda quyuq ovqatlar, pastki qatorlarda har xil salatlar. Shu sariq taomga ko'p e'tiboringizni jalb qilmoqchiman. Shirqovoq katta ehtimol bilan Amerikaning boshqa do'konlarida, boshqa savdo rastalarida buni topa olmaysizlar. Sovuq tushganini e'tiborga olgan holda qazilarimiz doim rastalarda siz uchun tayyor. Do'konimiz bilmaydiganlarga 24 soat ishlashini xabarini bermoqchimiz. Xohlagan paytingizda, xohlagan kuningizda bayramda bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, kelib bemalol o'zingizlarga yoqqan mahsulotlarni xarid qilib ketishingiz mumkin.